Ray-Ban Meta. Ochki yoki kamera yoki muzika playermi? Yo'q do'stlar. Bu Ray-Ban Meta'dan aqlli ko'zoynaklar. Tashqi ko'rinishidan oddiy Ray-Ban ochkilarga o'xshaydi, lekin bu gadjetning ichiga o'zini sensorlari va knopkalari joylashgan. Bemalol bunda rasmga olish, videoga olish, hattoki telefonda gaplashish funksiyalari ham mavjud. Xo'p, taqishim bilan Ray-Ban Meta ochkimizni bittada ulandi, ovozlari chiqdi. Ovozlari quloqga yaqin bo'lgani uchun juda ham yaxshi va sifatli eshitilyapti. 12 megapiksellik kamera, sifati a'lo darajada. Ray-Ban Samsungning 12 megapikseli bilan iPhonening 12 megapikselining o'rtasida katta farq bor do'stlar. Bu Ray-Ban ochkimiz ham iPhone uchun ishlab chiqarilgan. Shuning uchun ham 12 megapiksel bu katta narsa degani. Bemalol rasm, video, vlog, Instagram uchun Reels'lar ham hattoki olsanglar bo'ladi. Hammani qiziqtirayotgan savollardan bittasi, xotirasi to'lib qolmaydimi? Xotirasi 32 GB. Buni pamitini birinchi rasmga olganda o'zini pamitiga yozib oladi va telefonga o'tkazib oladi. Shuning bilan o'zida qolmaydi va o'zida to'lib qolmaydi pamitida. Shuning uchun ham bemalol ishlatib yuraversanglar bo'ladi, bu narsadan muammo bo'lmaydi umuman. Ray-Ban Meta ochkimiz o'zi kim uchun kerak? Videograflar, media sohasida ishlaydigan insonlar yoki qo'lida telefon ko'tarib nimadir bilan band qilib yurmaydiganlar, sport bilan shug'ullanadiganlar, ko'chada yugurib yuradiganlar yoki velida haydab yuradiganlar, sportsmenlarimiz ham bo'ladi. Taqib bemalol rasmga yoki videoga olib yurishlari mumkin. Masalan, videograflar o'zlari qo'llarida kamera bo'ladi, katta og'ir stabilizatorlar bilan videoga olishadi, backstage nikak olisha olmaydi. Ray-Ban Meta ochkisini taqishadi va videoni olib bemalol backstage chiqaza olishadi. O'rtoqlar o'zini korobkasining ichidan maxsus o'zini artadigan, tozalaydigan lattasi. O'zi bilasizlar, ochki taqadiganlar ham o'zi bilishadi. Qo'lingizni qolib ketadi. Shunaqa narsalar uchun har doim ham kiyimingizga artib yuravermaysizda, o'zini Ray-Ban Meta brendi tushirilgan o'zini lattasidan artasiz va o'zini instruksiyasi chiqadi. Qaysi knopkani bossangiz nima bo'lishi, qanaqa komandalar bilan ishlashi, hammasini bitta o'qib ko'rib tushunib olsa bo'ladi. Yana bunaqa kitob chiqargan, buni o'zingiz tushunasizlar. Hamma gadjetlarning ichida bo'ladi. Hech kim o'qimaydi-yu, bir kun kerak bo'lib qolishi mumkin. O'zi Ray-Ban ochkisini chexoliga ochkini qo'yishimiz bilan avtomatik zaryadga olishni boshlaydi. Mana, o'chib yondi va zaryadga olishni boshlaydi. Ishlatmagan vaqtingiz qo'yib qo'ysangiz, o'z zaryadga olib turadi. Zaryadkasi esa 4 soatga yetadi. Bemalol 4 soat davomida ishlatib, video, rasm, telefonda gaplashib yuraversanglar bo'ladi. O'rtoqlar, ko'plarni qiziqtirayotgan narsa, o'zi buni qatdan va nech pulga olsangiz bo'ladi. AQShdagi narxi $300 ko'proq ekan, lekin bizga kelgungacha qanaqadir tamojniy yo narxlari bilan $400 qimmatroq bo'lar ekan. Buni ham har xilcha razmerlari va korpus ranglari bo'ladi. Masalan, bu ochkimiz matoviy korpusga ega, buni glansiy korpusi ham bor va oynalari Polaroid qora ko'rayotgan bo'lsanglar. Oq bo'ladi, hech qanday Polaroidsiz va oq Polaroidli bo'ladi. U nima degani, o'zingizlar bilsanglar kerak, oq aksessuarga o'xshagan ochkilar bo'ladi. Shuni taqasizlar, ko'chaga chiqsanglar, quyoshda o'zi qorayadi. Buni ham o'shanaqa pozitsiyalari bor. O'shanga qarab narxlari tafovuti katta yoki kichkina bo'lishi mumkin. Va albatta do'stlar, Ray-Ban Meta ochkimizni bizani Apple Brother do'konimizdan xarid qilishingiz mumkin. Ikkita razmeri ham mavjud. Ranglari temni-siniy, qoralari, oynasi oq yoki qora va polaroidlilarni bizdan o'zimizdan xarid qilsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, videoda bu oddiy qora ochkidek ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz Apple Brother jamoamiz bilan qanchalik bu rost yoki PR-ligini bilib olamiz. Rostdan ham Ray-Ban Meta ochkisi shunchalik yaxshimi yoki bu oddiy reklama? Test qilib ko'ramiz. Xo'p, o'rtoqlar, test qilishni boshlaymiz. Mana bitta ulandi. Hi Meta. Take a photo. Mana, namta rasmlarni ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar. Hi Meta. Take a video. Mana o'rtoqlar, videoga olishni boshladi. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, sensorlar haqida ma'lumot berib o'taman. Mana, bu yerda o'zining sensori bor. Mana bundoq qilsanglar baland bo'ladi ovozim, bundoq qilsanglar past. Bu bitta knopkasi bor, o'chirib yoqadigan. Hi Meta.
Call to my brother. Yes. Hozir mendan so'radi, akangga telefon qildi desam, akangami deb so'radi, da dedim. Mana endi telefon qotdi. Mana. Ko'rishinglar mumkin. Menga tushyapti. Ham bu yoqdan olamiz. Ha, mana o'rtoqlik ko'rishinglar mumkin. Call to my brother deganimda telefon qildi. Endi qaranglar. Ovozini ham naqqa pastga qilsanglar bo'ladi. Bundoq qilib ovozini baland qilsanglar bo'ladi. Xo'p. Operatorimiz hozir gapirib ko'radilar, shundan bilamiz. U telefonga gapirib ko'ring, menga ovozi qanaqa eshitilayotganini aytaman. Xo'p, o'rtoqlar, ovozini oxirigacha baland qilsa, oldingizdagi odamga ham ozgina eshitilishi mumkin, tushunarsiz bo'lib, lekin aslida xotir olmasanglar ham bo'g'radi. Shundoq ham qulog'ingizga yaqin qilingan dinamiklari ham tushunarli bo'lib eshitiladi. Apple Brother'da Ray-Ban Meta ochkisini testdan o'tkazdik o'rtoqlar. O'zingizlarning fikringizni kommentariyada qoldiringlar, like va podpiska bosib qo'yinglar. Bundan qiziqarli obzorlar bo'ladi.